Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google, Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, uydagilar, qo'ni-qo'shni, bola-chaqa degandek. Xullas, sizlar bilan Fayzi va biz yangi kanalimizda yana yangi video chiqaryapmiz. Va bu videoning nomi Dahshat Seed bo'ladi. Bu yangi kanalga ko'chganimiz uchun obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Endi shu kanalda videolar olamiz. Biz esa sizlarni uzoq kuttirmasdan boshlaymiz va bizning birinchi seedimiz esa Husanov. Shuni prevyuga qo'yib qo'yaman. Короче deyapman. Husanov. Xo'sh, generatsiya qilamiz. Dunyomiz paydo bo'ldi. Endi bo'lsa mana shu yaylov tarafga qarab yuraverasizlar yoki uchaverasizlar. Va mana bu tomonga qarab kelaversinglar. Mana shu qishloqqa duch kelasizlar. Do'stlar, Abduqodir Husanovning muxlislari uchun maxsus. Husanov uchun bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Qishloqda qaranglar, ajoyibligini, shikolatligini, mana bu yerda kuznitsasi ham bor. Ichida bunaqa narsalari bilan ko'rishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz bu very cold. To'xtanglar. Very cold. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi kichkina harfda. Generatsiya qilamiz. Juda ozgina qatyapti. Hech narsa qilmaydi. Va mana bizning qishlog'imiz ajoyibgina, kichkinagina bo'ladi. Mana bunaqa qo'ziqonli orol ham bor yonida. Biom, ya'ni va mana yerda kuznitsasi bor. Ichida bunaqa narsalari bilan ko'rishingiz mumkin. Kimga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ysin. Menga yoqdi va mana yerda suv bor ekan. Hop. Bizning keyingi seedimiz esa bu least risk. Hammasi katta harfdan. Bu nimani anglatishini o'zim ham bilmayman. Короче, yozib qo'yaverasizlar. Generatsiya qilamiz va qishloqning to'g'risida paydo bo'lasizlar. Prям mana. Va bu yerda bitta emas, naqd 3 ta qishloq bor ekan do'stlar, qaranglar. 1, 2, mana 3. Uchinchisi qanaqadir qumli. Ajoyib. Va mana bu yerda mana bitta kuznitsa bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ichida bunaqa narsalari bor. Topasizlar shunaqa narsalarni kesinglar agar albatta. Va ikkinchi qishlog'imizda ham kuznitsa bor ekan. Mana bunisining ichida bo'lsa bunaqa narsalar bor. Prinsipi bo'ldi. Bu unchalik nima emas. Nima desam-ki, uylar ko'p, огородlar ko'p qishloq ekan, ozgina bug bo'lgan. Maytda manisi chiroyliroq ekan, baribir menga shunisi ko'proq yoqdi. Kimga qaysi yoqqan bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa bu i. Просто i deb yozsanglar bo'ldi. Ikkita i va mana bunaqa daryoni oldida paydo bo'lasizlar va shunday o'ng tarafga bunday qarasanglar bo'ldi. Shundoqqina mana shu yerda qishloq turgan bo'ladi do'stlar, qaranglar, ajoyib. Qumli qishloqni, qumli biomni sevadiganlar uchun. Yashasa bo'ladi do'stlar. Hamma sharoitlari bor, takoyim. Lyuks, polulyuks degandek, короче, biz esa davom etamiz. Xo'p, bizning keyingi seedimiz esa bu 843. Bu raqamlarni ham anchadan beri qilmagandek, sog'inib qolibman уже. Mana 843 sizlar uchun maxsus va to'g'rilaringda qishloq topasizlar. Va bu yerda ham bunaqa kuznitsa bor. Mana bunaqa cho'lli biom, nima deydi bu biomda, otini bilmayman. Короче, biomda, shuni oldida tug'ilasizlar va mana bu yerda kuznitsa, ichida mana shunaqa narsalari bilan ajoyib. Boshqa so'z yo'q. Menimcha bo'ldi. 5 ta seed sizlar uchun bugungi tayyorlaganlarimni hammasi edi. Shu bilan videomiz yakuniga yetmoqda. Albatta like bosib, obuna bo'lib, komment qoldiringlar do'stlar. Bo'ldi. Hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha. Ko'rishguncha bo'lmasa xayr bo'lmasa ko'rishguncha. Va Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar, silkasi opsiyada bo'ladi. Hammaga xayr.